qanday bo'ldi kunlaringiz? Yaxshi bo'ldimi? Hamma kayfiyat yaxshimi? Kayfiyatingiz qo'llaringiz bilan ko'rsatib bering qani? Qanday? Xo'p. Qo'lda barmoqchalaringiz qanday? Charchamayaptimi? Barmoqchalaringiz qani? Ko'rsatingchi, Muhammad Sodiq. Xo'p. Bugun fasllar mavzusi ekan. Hozir sizlar bilan fasllar bilan tanishib chiqamiz. Hozir qanday fasl? Bahor fasli ekan. Soliha, bahorda nimalar bo'ladi? Daraxtlar gullaydi, barglar chiqaradi, hamma yoq yam-yashilga burkanar ekan, Mo'yin? Gullarimiz qanaqa ranglarda bo'ladi? Gullarimiz qanaqa rangda bo'lishi mumkin? O'ylab ko'ramiz qani? Yana? To'g'ri. Молодец. Siyoh rang bo'lar ekan. O'zi nechta faslimiz bor ekan? 4ta faslimiz bor ekan. Qaysilar sanab chiqamiz? Birinchisi qaysi? Qish, bahor, kuz, yoz. To'g'ri. Hozir sizlar bilan qo'llarimiz yordamida fasllarni namoyon etamiz. Xo'pmi? Qor yoqqanda qo'limizni pastga qaratib qo'yamiz. Qor yog'ishi. Qani barmoqlarimiz bilan qilamiz. Tepadan pastga qor yog'yapti. Tasvirlaymiz barmoqlarni. Pastga qor yog'yapti. Keyingisi bahor. Bahorda qanday o'zgarishlar bo'ladi? Gullar ochiladi. Buni qo'limizda ko'rsatamiz. Gullar ochilishi. Qani qo'llarimiz bilan. Faqat qo'llarimizni ishlatamiz. Keyingisi yoz fasli. Yoz faslida qanday bo'ladi? Issiq, quyoshli. Qo'limizni tepaga qaratamiz. Qanday qilamiz? Mana quyosh tepadan yelkamizni kiyamiz. Tepaga qarab, nima qilamiz? Qo'limiz bilan qana qilamiz. Soliha? Shunday qilib turamiz. Kuzda qanday bo'ladi? Shamol bo'ladi. Shamol deydi qo'limiz bilan. Qani? Shamol bo'ladi. Soliha? Muhammad Sodiq? Shamol qanday bo'lar ekan? Deb turadi. Bahorda qanday bo'ladi? Yo'q. Qani? Bahorda qanday bo'ladi? Молодец. Barakalla, Soliha. Bo'ladi. Keyingisi yoz. Yozda qanday qilamiz? Shamol bo'ladi. Yozda shamol bo'ladimi? To'g'ri. Kuzdachi? To'g'ri, молодец. Qishda nima bo'lar ekan? Qor yog'adi. Qor yog'adi. Pag'a qor. Endi yoz